Birgalikda lavha tomosha qilamiz. Kecha poytaxtimizda an'anaviy Toshkent quvonchlari 9-xalqaro bolalar biennalesi ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Demak, marosimdan tayyorlangan lavhani ko'ramiz. Marhamat. Ikki yilda bir bor o'tkaziladigan rasm tanlovining qamrovi yildan-yilga oshib bormoqda. Masalan, bu yil tanlovga 2,5 mingdan ortiq ijodiy ishlar kelib tushgan bo'lsa, shundan 2 mingdan ortig'i o'zbekistonlik yosh mo'yqalam sohiblarining chizgan rasmlaridir. Qolgan 500 tasi qo'shni mamlakatlar, shu bilan birgalikda Italiya, Belarus Respublikasi, Rossiya, Tailand, Fransiya, Ozarbayjon, Hindiston va malayziyalik bolalarning ijodiy ish mahsulidir. Toshkent quvonchlari 9-xalqaro bolalar rasmlar biennalesining tantanali ochilish marosimida so'z olganlar ham tanlov nufuzi ortgan bois g'olib va sovrindorlarni aniqlash hakamlar hay'ati uchun oson bo'lmasligini e'tirof etishdi. Biennalega kelgan 2,5 mingdan oshib chizilgan asarlar hammasi bolalarimizning quvonchidan darak. Dunyo bolalarini quvonchidan darak. Chunki 500 tasi bularni albatta har xil davlatlardan, o'sha 20 ga yaqin davlatni yoshlaridan, ijodlaridan namunalar, 2000 tasi bizning respublikamizdagi o'ziga xos mana shu ijod yo'lini tanlayman degan yosh o'sib kelayotgan avlodni vakillarini ishlari qo'yilgan. Endi albatta mana shunaqa quvonchli bir o'ziga xos bir haligi ijodlarni chiroyli, to'g'ri, haqqoniy baholashimiz kerak. Albatta buning uchun hay'at a'zolarini ham saylab qo'yganmiz. O'ylaymanki, hay'at a'zolariga bu yil sal qiyinroq bo'ladi, chunki yaxshi asarlar ko'p, yaxshi chizilgan rasmlar juda ham ko'p. 7 tadan o'sha oltin medal, 7 ta kumush medal, 7 ta bronza medallari va 30 ta rag'batlantiruvchi sovg'alar tayyorlaganmiz. Lekin hozir men mayli oldindan aytib qo'ymoqchiman, biza bu yil 7 ta emas, 8 tadan bermoqchimiz. Yusuf O'ktamov 12 yoshda Samarqand shahridagi 33-umumiy o'rta ta'lim maktabida tahsil oladi. U tanlovga o'zining orzularim deb nomlangan rasm bilan ishtirok etyapti. Manzaralar chizganim, tarixiy narsalar chizganimni aks ettirganman rasmimda. 3 yildan beri rasmim bilan shug'ullanaman. Manzaralar chizish, tabiat qo'ynida shunaqa rasmlar meni qiziqtiradi. Bu bolalarda fikri, xayoli bor, beg'ubor rasmlarni hozir ko'rib, o'zimda ham quvonch hosil qildi. Chunki rang-barang, bir-birini takrorlanmaydigan, umuman bir-biriga o'xshamaydigan mavzular kiritilgan. Yana faqat O'zbekistondagi emas, jahondagi bo'lgani uchun mana bolalarim juda ham xursand bo'lishdi. Biz shu nimaga ishtirok etganimizdan juda ham xursandman. O'qituvchi haqiqatan pedagog, psixolog bo'lishi kerak. Bola dunyo qarashini, bola bilan suhbatlashish, ishlash metodlarini bilishi kerak. Bolalarimiz juda ham qiziq, beg'ubor. Yana shunaqa joyi bo'ladiki, haqiqatan ham biz kattalar ko'ra olmagan narsani, ilg'amaydigan narsalarni aynan mana shu yoshlarimiz, o'quvchilarimiz his qiladi va o'sha ichki dunyosini qog'ozga tushirib tasvirlab bera oladi aslida. Bu biennale menga juda ma'qul, haqiqatda betakror, juda ham go'zal, juda ma'qul. Men istardim shuniki, qolgan viloyatlarda ham, jumladan Samarqandda ham mana shunday biennalelar, mana shunaqa ko'rgazmalar tashkil qilinsa, nur ustiga a'lo nur bo'lgan bo'lar edi. Juda go'zal. Nima dedingiz? Albatta, bu yerdagi rasmlarda bolajonlarning soddaligi, samimiyligi, beg'uborligi va ertangi kunga ishonchni ko'rish mumkin. Hurmatli ota-onalar, boboy buvijonlar, bo'sh vaqt topib albatta farzandlaringizni, nabiralaringizni ushbu ko'rgazmani tomosha qilishga olib keling. Oilaviy bir olam zavq olasiz. Ma'lumot o'rnida aytib o'tamiz, ushbu tanlov g'oliblari 23-dekabr kuni soat 15:00 da O'zbekiston Badiiy akademiyasi anjumanlar zalida taqdirlanishadi. Faxriddin Samadov, Kamron Rahmonov, Assalomu O'zbekiston dasturi uchun maxsus tayyorladik.